Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Ushbu loyihamiz Toshloq Xalbank hamkorligida Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qumariq MFYda 3693 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda tarvuz ekini ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 120 metr, bo'yiga esa 85 metrni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar yetishib chiqish jarayonida. Ekinlarni yetishtirish yana 30 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 50 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 20 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor sifatida Sherali va Alisher emchicha ishlab chiqarish korxonasi biriktirilgan. Xo'p, hozirda suvchilarimiz suv qo'yish ishlari bilan mashg'ul. Xo'p, ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 70 tonna, jami 700 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi. Mana hozir tarvuz ekinining hosillaridan namunalar.